Annyeonghaseyo. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan unli va undosh harflarni qo'shib yozishni o'rganamiz. Bundan oldingi darslarimizda unli, undosh harflarni yaxshilab o'rganib olgan bo'lsangiz, bugungi darsimiz sizlarda qiyinchilik tug'dirmaydi degan umiddaman. Koreyscha so'zlar qanday yoziladi? Koreyscha so'zlar chapdan o'ngga yozilishi o'zbekcha bilan bir xil, lekin o'zbekchadagi kabi harflar yonma-yon yozilmasdan bo'g'inga bo'lib yoziladi. Bularni hozir sizlar bilan bir nechta misollarda ko'rib chiqamiz. Misol uchun, bozor. Bozor so'zimiz ikkita bo'g'inga bo'linadi, e'tibor bering. Bozor. Birinchi bo'g'inimizda unli harf bilan tugayapti, ya'ni o harfi bilan. Shuning uchun ham bu oddiy yonma-yon yoziladi. Lekin ikkinchi bo'g'inimizda r harfi, ya'ni undosh harf bilan tugayotgani uchun r harfi o'sha undosh harfi pastga tushadi. Ya'ni tepadagi ikkita harfning pastiga, o'rtaga yoziladi. Koreys tilida har bitta so'zni yozayotganingizda mana shunday bo'g'inlarga e'tibor berishingiz kerak. Agar so'zning oxiri undosh harf bilan tugasa, har doim o'sha undosh harf pastga tushadi. Bu koreys tilida pachim deb ataladi. Mana hozir yana bitta misol bilan ko'rib chiqamiz. Masalan, magazin. Bu so'zim, misol uchun magazin. Bu so'zimiz 3 ta bo'g'inga bo'linadi. Magazin. Birinchi bo'g'inimizda a harfi bilan tugayapti, undosh bilan emas, ya'ni unli harf bilan. Shuning uchun ham pastga tushmaydi, bir xil oddiy yoziladi. Ikkinchi bo'g'inimizda ham a harfi bilan tugayapti. Bu ham oddiy yoziladi. Uchinchi bo'g'inimiz esa n, ya'ni undosh harf bilan tugayotgani uchun undosh harf pastga tushib yoziladi. Yana boshqa misollar bilan ko'rib chiqamiz. Masalan, kitob so'zi. Bu ham ikki bo'g'inga bo'linadi. Birinchi bo'g'inimizda i unli harf bilan tugayapti. Shuning uchun pachim bo'lmaydi. Ikkinchi bo'g'inimizda esa b undosh harf bilan tugayotgani uchun pastga, tepadagi ikkita harfning o'rtasiga yoziladi. Bu so'zimiz bo'g'inga bo'linmaydi, lekin oxirgi harfi l undosh harf bo'lgani uchun bitta o'sha harfning o'zi pastga pachim bo'lib tushadi. Keyingi so'zimiz dars. Bu so'zimizda e'tibor bering, bu yerda ham bir bo'g'inli so'z. Bu yerda ham bir bo'g'inli so'z, lekin 4 ta harf. Bunda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, pachim bo'ladi, lekin bu yerda ikkita harf ham pastga tushadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, oxiridagi ikkita harf ham r ham s ham undosh bo'lgani uchun ikkalasi ham baravar pastga tushadi. Endi yonboshdan harf oladigan unlilarni ko'rib chiqamiz. Harflar yozilish qoidasi bo'yicha ham har xil. Yondan, tepadan harf oladigan unlilar bor. Hozir a ni ko'rib chiqamiz. Birinchisi k, k-a, ka, p-a, pa, r-a, ra, m-a, ma, s-a, sa. Keyingi unlimiz ya. Bu ya. Mana bu harfni bilasiz, bu n harfi. Lekin bu so'zning boshida kelganda talaffuz qilinmaydi. Buni hali yana o'rganib ko'rib chiqamiz. Unli harf ham bitta o'zi yozilmaydi. Undan oldin qandaydir harf bo'lishi kerak. Keyingisi nya, ya, kya, mya. Keyingi unlimiz o. O. Og'iz pastga, jah pastga tushib talaffuz qilinadi. O, no, lo, so, mo. Keyingi unlimiz yo. Bunda ham jah pastga tushib talaffuz qilinadi. Nyo, lyo, pyo, cho, kyo. Keyingisi i. I, li, mi, chi, hi. Endi yonboshdan harf oladigan diftonglar. Bular ham xuddi undoshlarga o'xshab yonboshdan harf oladi. Birinchi diftongimiz e. Bu yerda ham ning harfi talaffuz qilinmaydi va diftonglar ham yolg'iz yozilmaydi. E, ne, se, le, he, me. Endi e diftongi. Ikkalasining ham talaffuzi bir xil, lekin yozilishi har xil. Bu yerda qaysi so'z bilan yozilganini yaxshilab e'tibor berib o'rganib olishingiz kerak. Ne, ke, che,
T, K. Keyingi harfimiz Y. P, K, N, T, H. Keyingisi ham Y. K, N, L, P, H. Endi kichik qoida. Koreys tilida N harfi faqatgina pachim kelganda talaffuz qilinadi. Masalan, kang. Pastda pachimda kelyapti, shuning uchun ham talaffuz qilamiz. Kang, wang, chang. Bunda ham bilinar-bilinmas talaffuz qilinadi. Kang, wang, chang. Unli va diftonglar hech qachon bir o'zi yozilmaydi. O'zidan oldin qandaydir harf bo'lishi zarur. Yoki harf yoki mana shu n tovushi. Misollar bilan ko'rib chiqamiz. An, ol, yol. Ko'rayotganingizdek, bu tepada so'zning boshida yozilgani uchun talaffuz qilinmayapti. Keyingisi sal, pang, odi, onje, ip. Endi tepadan harf oladigan unlilar. O. Bu og'iz dumaloq bo'lib, lab oldinga chiqadigan o tovushi. No, o, lo, mo, so, ho. Keyingisi yo. Nyo, yo, lo, myo, syo, hyo. Keyingisi u. Nu, u, lu, mu, su, hu. Keyingisi yu. Nyu, yu, lu, myu, syu, hyu. Keyingisi i. Ni, i, li, mi, si, hi. Endi tepada harf oladigan diftonglarni ko'rib chiqamiz. V. Birinchi diftongimiz V. Bu kwe, we, nue, chue, pue. Keyingi diftongimiz wa. Kwa, wa, nua, chua, pua. Keyingisi wi. Kui, wi, nui, chui, pui. Keyingi diftongimiz we. Bu biroz kengroq talaffuz qilinadi. Kwe, we, nue, chue, pue. Keyingi diftongimiz wo. Kuo, wo, nuo, chuo, puo. Bu ham we. Talaffuzi bir xil, yozilishi har xil bo'ladi. Buni ham e'tibor berib o'rganishingiz kerak. So'z aytayotganingizda mana shu diftong qaysi so'zlar bilan kelganini eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Kwe, we, nue, chue, pue. Keyingisi i. Ki, i, ni, chi, pi. Mana bu tablitsa orqali unli va undoshlar qanday qo'shilishini yodlab olishingiz mumkin bo'ladi. Ka, kya, ko, kyo, ko, kyo, ku, kyu, ki, ki. Na, nya, no, nyo, no, nyo, nu, nyu, ni, ni. Ta, tya, to, tyo, to, tyo, tu, chu, ti, ti. Qolganini o'zingiz o'qib tugatib qo'yasiz. Koreys alfavitini yodlashning eng oson yo'li ka, na, ta, ra, ma, pa, sa. Bu birinchi qismi. Ikkinchi qismi a, ja, cha, ka, ta, pa, ha. Buni Kanada rama basa, ajachaka, tapaha deb yozib olishingiz mumkin.
Xuddi ingliz tilidagi A, B, C, D, E, F, G deb o'rgatishgan kichkinaligimizda. Xuddi o'shanga o'xshagan buni ham qo'shiqqa o'xshab yodlab olsangiz bo'ladi. Kana, dara, ma, basa, aja, chaka, tappa, ha. Agar biror bir so'z yozayotganingizda qaysi unli, qaysi undosh bilan qo'shilishini eslolmasangiz, kana, dara, ma, basa deb eslab olishingiz mumkin bo'ladi. Agar mana shuni yodlab olsangiz, siz koreys alfavitini to'liq yodlagan bo'lasiz. Bugungi darsimiz mana shu yergacha edi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Bugungi darsimizni ham yaxshilab o'zlashtirib oling. Chunki biz keyingi darsdan grammatikalar va yangi so'zlarni o'rganamiz. Hammaga xayr. Kamsahamnida.